Redmichilar, shetamisizlar. Sizlar uzoq kutgan yangi lifehacklarni olib keldim. Like bilan podpisatsiyani bosib qo'yasizlar. Ketdi. Birinchi lifehackimiz bizani zaryadga nimaga tez ketadi? Buning uchun настройкаga kirib turib, подключениyaga kiramiz, pechatni bosamiz va bu yoqdan mana bu sistemni o'chirib qo'yamiz. O'shanda har xil printerlarni qidirib, bizani ortiqcha zaryadkamizni ketkazavermaydi. Ikkinchi lifehack, Redmi telefonini yana bitta qotishiga sabab topdim. Buning uchun настройкаga kirib, Google ga kiramiz. Bu yoqdan personalizatsiya с учетом общих данных kiramiz va bu yoqdagi hamma bo'lgan приложениямni nima bo'lsa hammasini o'chirib chiqamiz. Bu narsa telefoninglarni qotirar ekan, chunki Google har bitta bo'lgan приложенияni tekshirib, izlanib, kuzatib o'tirar ekan. O'shaning uchun telefon qotishi kuzatilar ekan. Mana yangi lifehacklarni ham o'rganib oldinglar. Redmi smartfonini eng arzon narxda faqatgina OpenShop.uz dan xarid qilishingiz mumkin. 3 yil kafolat beramiz.